Strategik islohotlar agentligida Xalqaro maslahat kengashi a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Yevropa Ittifoqi mamlakatlari va institutlari bilan aloqalarni mustahkamlash, jumladan yangi O'zbekistonda ortga qaytmas islohotlarni amalga oshirishda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqildi. Strategik islohotlar agentligida Xalqaro maslahat kengashi a'zolari Alfred Guzensbauer, Aleksandr Kvasnevskiy va Stefan Fyule bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Agentlik direktori mehmonlarni qutlar ekan, o'zaro hamkorlikda erishilgan yutuqlarni qayd etdi. Jumladan kengash tavsiyalari asosida pensiya va soliq tizimlari, ta'lim hamda demografiya sohalari isloh qilinmoqda. Uchrashuvda kasbiy ta'limda dual tizimni kengaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Mehmonlarga Vazirlar Mahkamasi huzurida kasbiy ta'lim agentligi tashkil etilishi haqida ma'lumot berildi. O'zbekiston bilan Avstriya o'rtasida turizm, aqlli infratuzilma va mintaqaviy kooperatsiya kabi yo'nalishlarni rivojlantirish bo'yicha kengash tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar muhokama qilindi. Shuningdek, akademik hamkorlikni rivojlantirish rejalari haqida ham ma'lumot berildi. 2026-yil Buxoro shahrida O'zbekiston va Polsha oliy o'quv yurtlari rektorlarining 3-forumi hamda Polshaning Perspektivi jamg'armasi ko'magida Women in Tech anjumani o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Dr. Guzensbauer har bir sohada individual yondashuvni qo'llash va O'zbekiston sharoitiga mos eng yaxshi amaliyotlarni joriy etish orqali sezilarli natijalarga erishish va islohotlar natijadorligini ta'minlash mumkinligini ta'kidladi. Shuningdek, u O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-sessiyasidagi muvaffaqiyatli chiqishi hamda AQSh prezidenti Donald Tramp bilan uchrashuvi muhim ahamiyatga ega bo'lganini ta'kidladi. Fyule esa yaqin kunlarda kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolanishini muhim voqea sifatida qayd etib, bu O'zbekistonning diplomatik mavqeini mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Shu bilan birga u mutaxassislarni xorijda tayyorlab, O'zbekistonga qaytarish tashabbusini qo'llab-quvvatladi va bu yo'nalishda kompleks hujjat ishlab chiqish taklifini bildirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan yangi islohotlar davri boshlangandan buyon O'zbekistonda havas qilgulik rivojlanish jarayonlari boshlandi. Bu jarayonlar nafaqat Yevropada, balki so'nggi vaqtda guvoh bo'lganimizdek, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yuqori baholanyapti. O'zbekiston tobora Markaziy Osiyoda barqarorlik, taraqqiyot va doimiy islohotlarning tayanch nuqtasiga aylanmoqda. Biz O'zbekiston strategik islohotlar agentligi bilan keng qamrovli hamkorlik qilyapmiz. Bu yilgi dasturimiz doirasida ta'lim, soliq islohotlari, pensiya masalalari, Yevropa mamlakatlari bilan munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha ish olib boryapmiz. Shuningdek, turizm sohasida ham Yevropaning tajribasini o'rganish hamda turli institutlar bilan aloqalarni rivojlantirish harakatidamiz. Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekistonning hamkorligi ikki yo'nalishdan iborat. Birinchidan, mamlakatingiz Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo hamkorligining muhim qismidir. Bu mintaqaning Yevropa bilan aloqalarni mustahkamlashda juda ahamiyatli. Ikkinchidan, tomonlarning keng ko'lamli sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitimi turli sohalar, jumladan investitsiya, ta'lim, turizm, savdo-iqtisodiy aloqalarning yangi davriga yo'l ochmoqda. Kengash a'zolari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida Yevropa jamoatchiligini xabardor qilishda faol ishtirok etishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Bunday axborot ishlari mamlakatning ijobiy imijini mustahkamlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirishga xizmat qilishi ta'kidlandi.